Noyob topilmalar kanalida O'zbekistonda sanoqli bo'lgan W211 3,5 litrli AMG paket zavoddan AMG bo'lib ishlab chiqarilgan W211 noyob deb bekorga gapirmaymiz. O'zi biza noyob mashinalar sotamiz. Bitta layk bosib qo'ying. Mashinaning rangi sizga qora rang bo'lib ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin aslida mashinaning rangi cho'kka rang. Mana buni qarang. AMG diskalarda, oporniy diskalar, supportlari ham даже perforatsiyali. Xo'p, mashinamiz AMG bo'lganligi uchun eng flowy komplektatsiyada. Xo'p, kraskasi 100% top toza, bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Usti полностью broneplyonkalar qilingan. Yana bir marta o'zingiz uchun любой проверка deyaptilar egalari. Bu mashinani men tarixini ham bilaman. Adashmasam, o'zimiz sotgan edik shu mashinani. Xo'p, mashinamiz 2007-yil restyling, чистый amerikanka bo'ladi. Xo'p, salon holatlarini qarang. AMG rul, sidenlari полностью elektronniy. Harman Kardon akustikasi, Harman Kardon akustikada где-то bir 15 yo 16 ta kolonkasi bo'ladi. Telefonlarigacha bor. Sidenlari isiydi, orqada pardalari bor. Xo'p, yana nimani aytmadim, xullas 4 ta balonni ham tortadiganligi, 3,5 272 motor. Xullas qidirib yuruvmidingiz, zo'ridan qidirib yuruvmidingiz? Mana shu eng zo'rlaridan bittasi bu. Городской siklda unaqa katta rasxod ham qilmaydi. Flowy mashina и zavoddan sport mashina hisoblanadi. Xo'p, narxini nech pul deb o'ylaysiz? Narxini ichimdan oldim. Men bu pulga uni olaman, buni olaman, unaqa qilib bunaqa qilib yuboraman desangiz, aka, sog' bo'ling. Bu mashinani o'zini ishqibozmat odamlari juda ko'p, ishonavering. Siz shu mashinani borib tushunib olib qo'ysangiz ham, kelgusida rosa xursand bo'lasiz. Narxi $21,700. Hamma xarajat qilingan. Hadovoyidan tortib to mayda detallarigacha egalariga telefon qilsangiz, yana ham podrobniy tushuntirib berishadi. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar.